Akalar bozor rosa avjida davom etib turibdi. Yo bu qo'chqorlar nech puldan deyapsiz? 4 tami? 4dan kam bor deyapmiz. 4 dan kami bor. Yosh oyligi necha oylik bo'ladi? Necha oylik qilib ushlansiz? Aka 10 oylik qo'chqorlar. 10 oylik? Bo'lar necha chiqadi? 80 plyus bo'lsa kerak aka. 80 plyus. Ular 80 ga yetmay qoladi, ha? Ular 80 ga yetmay qoladi. Necha puldan aytyapsiz? 4 milliondan deyapmiz aka. 4 milliondan kami bor. Bir joyga 4 tani bo'lsa necha pul berasiz? Bo'ladigan, u qochiraysiz kerak yo'q. Bo'ladigan joy. 36 dan berishadi, dastlabkasi ichida ketaveradi. 3 million 600 mingdan. 32 dan bo'lmaydimi? Bo'lsin 4 tasi bir joyga. Telefon qilishadi bizda obunachilar, unaqa mayda-chuda gap bo'lmaydi. Bo'lsa aka 3 million 200 mingdan bo'lsa, bor 3 million 250 mingdan bo'lsa, o'shanda hisobga to'g'ri bo'lar ekan. 13 million. Barakami? Baraka bo'lsa mana tavakkal. 14 million oxir. Zarar qiladi. 13 million bo'lsa, mana nomerni aytib qo'ying, yana bir telefon qilishadi. 95 747 71 77 2 bo'l. Kelar navbatda qo'chqorlar Qirg'iziston qo'chqorlari ekan. Ko'larimiz sotishyapti ekan. Narx necha pul aytyapsizlar o'zi? 11 hektasiga 11 million narx aytishyapti ekan. Kami bor ekan. Akam narx savdo qildingizmi o'zi? Savdo qilmadingizmi? Bozor 8,5 million qildi deyishyapti. Xolasa, yo'q-yo'g'ida kelishlar ekan. Ular semiz urg'ochilash kerak aka? Ikkovi ham urg'ochi? Nech pul deyapsiz ularda aka? 10,5 million. 10,5 million. Ikkitasini 10,5 million deyapsiz. Nech pul qilib turibdi aka savdo qilib turgan? Hisoblar so'rashtirgandir ular. 8 million 200 ming so'm. Ikkitasini 8 million 200 ming so'm savdo bo'libdi. Semiz ekan akalar, har qanaqa ehsonga bo'laveradigan miqqidagina urg'ochi ekan, keyin yosh ekan mo'ljalimda qo'ylar. Nechta tishi aka? 6 ta atrofida 8 ta ham bo'lishi ham mumkin ekan. Ama chiroyli semiribdi akalar. Nomerni aytib qo'ying aka, ehtiyot aloqa chiqib yuborishaveradi. 94. Hop, 027 46 56. 46 56. Barakani bersin aka, savdoni. Telefon yo'q deb so'ragan eskisini olgan. Akmaljon do'stingiz qo'chqorlar, jo'rajon bular nech pul deyapsiz? Ularda 48 dan deyapman, kami ham bor. 4 million 800 ming so'mdan. Nech pul savdo bo'lib turgani? 84 bo'lgan. 8 million 400 ming so'm savdo bo'libdi akalar. Mana 85 million 80 ga olaverasizlar, xudo xolasa. Bo'ylar yaxshi ekan. Chiqqan qo'ylardi. O'zi ekan, akalar yaxshi, xudo xolasa orqaga kelishgan bo'ladi qo'chqorlar ekan. Akalar, navbatdagi qo'chqorlarimiz agregat qilib emlovlardan qo'yibdilar ekan. Aka, nech pul deyapsiz bular to'rttasini? 4,5 dan kam bor deyapti. 4,5 dan? Ha. Kelishtirib aytmoqchi bitta yana. 4 million 200 ming so'mdan bir joyga kelishtiradigan joyi bor ekan akalar. Nomerni aytib qo'ying aka. Savdo bo'lyapti. Qancha qilishdi? 37,5 dan qilishyapti. 3 million 750 dan savdo qilishdi to'rttasini. Shuni 750 ming so'mdan akalar savdo qilishdi. Bo'ylari 80 plyus, kilo oshlari akalar 65 kilo yog' bu yog'ida. Ha, 80 plyus. 80 plyus. Ayting nomerni endi aka. 93lik. Hop, 497 497 66 33. bo'ldi akalar, aloqa chiqaverasizlar, xudo xolasa akalar. Akalar, mana shu yerda o'sha yerdan ko'zni olib turibdi, bitta sariq bilan bitta ko'k qo'chqor bor ekan. Hozir bir minutga mana shular. Akam qo'chqorlari go'zal ekan, ikkitasi ham chiroyli semirgan qo'ylar ekan. Akalar, aka bular jupiga nech pul narx aytyapsiz? 10 million berdi. 10 million? Kamichi aka? 6,5 dan. Ha, 6,5 dan deyapsizmi? Hozir bamazlashibdilar. 6 million 500 ming so'mdan narx aytyaptilar. Akalar olmoq qo'ydi. Ko'k qo'chqor ishqibozlarga bemalol qo'yi qo'shgan ham bo'laveradi. So'ysalar agar badani ham juda semiz narsalar ekan. Qo'shqiz bo'lganda yiqiladimi, yiqilmaymi? 13 million kami bor aka. Nomerni aytib qo'ying-chi. 92 23 86 90 bor. 86 91 ha? 86 91. Akalar qo'ylar yaxshi aloqa chiqaverasizlar, xullas go'zal ekan qo'shqorlar ikkitasi ham.